so'z, ruhiyat, musiqa jon ozig'i deydilar. Haqiqatdan ham musiqa bilan yashagan insonning ko'ngli ham, ruhiyati ham ko'tarilib, bu hayotdagi barcha ishlarda o'ziga xos muvaffaqiyatlar ham bo'laveradi. Biz bugun Navozandaning navbatdagi sonini Yangariq tumanida istiqomat qiluvchi Ro'zmatjon aka degan Shinavandaning xonadoniga ko'chirdik. Poydevori bo'lsin xonadon uyning, poydevor bo'lmasa devor omonat. Avval ko'ngil qo'ymang, boshlamang to'yni, sevgisiz oila, ro'zg'or omonat dedilar. Hamma narsa hayotda omonat. Eng ko'p aytiladigani didor omonat. So'z suhbatlarimiz ham albatta omonat. Bularni qancha ko'p tashkillashtirsak, qancha ko'p didorlashsak do'stlar bilan hayotimiz yanada go'zallikka to'laveradi. Bugun mana shu Navozandalar davrasida, muxlislar davrasida Xorazmdagi san'atkorlarimizning eng yoshi ulug'lardan biri O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Qalandar aka Matyoqub boshchiligidagi sozandalar, Navozandalar qatnashyapti. Yonida mashhur Yo'ldosh aka Surnaychi og'amiz, Yangariqlik Matqurvon aka Qilichev, sozanda va xonanda Qondiq og'a Sultonov va bir qator shinavandalar bugungi dasturimizni go'zal so'z suhbatga to'ldiradilar. Hammaga fayzli oqshom tilaymiz. Bugungi istirohat lahzalaringiz yanada mazmunli ketsin. Yurtingni yomon deb hech yotgan qolma, otingni yomon deb piyodani qolma, yoringni yomon deb uyatgan qolma, yoringdan bir foyda qushlar omonat, 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 takrar omonat, yoringdan bir foyda qushlar omonat. Didor omonat. So'z suhbatlarimiz ham albatta omonat. Komiljon usta bittasi tushunsa bo'ldi. Boshqasiga ishing bo'lmasin, doirangni chal debdi. O'zim ag'yon bilan suhbat ichib tong otkishi so'rar. Qalandar usta yosh vaqtlarimizda to'ylarga keladi dedi. Boshqa odamlar yosh bolalar o'ynab yursam, ustaning qo'shiqlarini tinglab o'tir dedim. Xorazm san'atining ichida teatrimiz shu sanatsiz turmush emas deb hisoblaymiz-da. Uchrashuvimiz, tadbirimiz alohida men o'zim uchun bir sandiqda saqlangan bir gazinadek bo'lib qoldi. Yoshlik vaqtimiz polvon bo'lganmiz. To'ylarda kurash tutganmiz. Sana shuni qonimizda bor, ota bolamiz qiziqqan. Qomati sar Har bir viloyatni alohida muxlislari bor. Shinavandalari bor. Maqtanishmaymiz, bizni Xorazmning muxlislari, Xorazmning san'atkorlarini hurmat qilishlari, uni eshituvchilari bu butunlay boshqa viloyatlarimizga o'xshamaydi. Men nima uchun deganda ko'p joylarda ekzamen topshirib ko'rganman. Bu Xorazm juda murakkab. San'atdan uzoqroq yurgan odamlar bo'ladi, san'atga yaqinroq yurgan odamlar bo'ladi. Bu san'atga yaqin yurgan odamlar faqat aqli xayoli san'atda, shu adabiyotda, kitobda mana shunday muxlislarimiz bizning Xorazm vohasida bor. Bu mubolag'a emas. Men Komiljon usta bir joyda ashula aytibdi-da, hech kim eshitmaganda endi g'alag'ul bo'lib ketgan. Shunda Atanazar aka doirachisi, usta, "Sen o'zingizni azobda qo'ymasdan ashula aytavering, sizni eshitib o'tirgan odam yo'q. Biron kishi eshitmayapti ham, tushunmayapti ham" desa, Komiljon ustam, "Sen doirangni chalaver. Bittasi tushunsa bo'ldi. Boshqasiga ishing bo'lmasin, doirangni chal" debdi. Aytmoqchimanki, mana shu ustozlarimizning davrida ham bo'lgan muxlislar, o'ta ashaddiy muxlislar bo'lgan. Shu uchun Xorazmning muxlislarini, shinavandalarini men juda yaqin tutaman, o'zimga yaxshi ko'raman. Albatta, muxlislar davrasidagi uchrashuv, so'z suhbatning zavqi boshqacha. Buni ham targ'ibot deb qabul qilsak bo'ladi. Sizni ko'proq mana san'atchilarimiz orasida G'azalxon san'atkor deb ataydilar. Bizdan avvalgi ustozlarimiz shu devoniylarga, partaviy mana navoiylarimiz, ulug' shoirlarimiz, ogahiylar, Munis Xorazmiylar avaz o'tar.
Endi aytaversak gap ko'p, shoirlarimiz ko'p. Shu ulug' ustozlarimiz mana shularning she'rlariga qo'l urganlar. Bular kuylangan hozirgacha. Hozir ham bizning shu fundamentimizda shu aytadigan narsalarimizning ichida mana shu ulug' shoirlarimizning so'zlari juda ko'p. Bir ustozimiz aytuvdiki, hofiz yaxshi ustozlardan o'rganib olib, o'zining davrining zamonasiga qarab agar harakat qilib, ijod qilib, xalqni ko'nglini olsa, ana uni ustoz deb aytadilar. U deganda hozir zamonamizga yarasha hozirgi zamon shoirlarimizdan ham foydalanib yuribmiz. Chunki xalqimizga kerak. Bularni ham targ'ibot qilishimiz kerak, olib chiqishimiz kerak. Quruq yozgan bilan bo'lmaydi. Quruq yozgan bilan bir hofiz aytmasa, u shoir eslanmasdan qoladi. Juda ko'p shoirlar, men hammasi bilan muloqot qilaman. Ular menga savol beradiki, qanaqa ma'noda yozib beraylik. Bu hozirgi ashulachilarimizda mana shu narsalar sal kamroq ko'rinadi. Men endi bularni tanqid qilmoqchi emasman, lekin mana shu narsalarga ko'proq qo'l urish kerak. Ogahiyni va g'azallarini ko'p ashulachilarimiz, yoshlarimiz ma'nosiga uncha tushunmaydi. Nima uchun tushunmaydi? Ular men tojik tilini yaxshi bilganim uchun shu qaragandan bilaman ma'nosini. Ogahiylar Navoiylarda hukmronlik qilib kelganda endi bunaqasi bo'lgan emas ogahiylarda. Ogahiyni bitta so'zi bor. Yuzing avji malohatda mahi anvarga o'xshaydir degan bir she'ri bor. Shuning ichida bir qatori bor. Ko'z atrofida mujyonin ulusni qatl qilmoqqa, ichkaridagi ko'z qarajiqni shu olmoqchilar, qatl qilib olmoqchilar-da. Keyin aytadiki, ham ul qotillar ilgida iti xanjarga o'xshaydir. Oldirmaydi o'zini. Mana ogahiyni so'zi. Bugun aytadigan so'zingizni ham ozgina tahlil qilsangiz bo'ladi. Ogahiydan kuylaysizmi bugun? Albatta, endi ogahiyni eslatdingiz, ogahidan aytamiz endi. Ogahiyni menda Tavizul Oshiqi degan bir katta kitobi bor. Juda ko'p o'qiyman. Ogahiylar ham endi xuddi Navoiyga o'xshagan murakkab shoir bo'lgan. Men hozir ogahiydan bitta so'zni bir aytmoqchiman. Mani ul bevafo qotil bu oqshom kelmay o'ltirdi. Vafo qatlimga qilgan va'dasiga turmay o'ltirdi. Buni oxirida aytadiki, hayotim boyisi erdi, so'zi faryod kim naylay. Ikki shirin labi bir nuqtaga ochilmay o'ltirdi. Topar erdim visolidin davo hijron dardiga. Shu dardimga shu oqshom shu davo topilmay o'ltirdi. Shahi odil yadod aylay qulidin ogahi tunkim mani ul bevafo qotil bu oqshom kelmay o'ltirdi. Qani bugungi yoshlar, bugungi san'atkorlar ham sizdek shoirlarimizning she'rlariga bir muhabbatli bo'lsa, g'azalxon bo'lsa, g'azalxonlik juda ham ajoyib zavqli jarayon. Bizni tomosha qilayotgan teletomoshabinlar, musiqa shinavandalari, yosh mana musiqachilar ham sizning fikrlardan, ijrolardan va bugungi dasturimizdan ibrat olsalar, albatta foydadan xoli bo'lmaydi. San'at, musiqa barchamizga hamisha hamroh bo'lsin. Akşam kelmeyi öldürdü. Vapa katlimge kılınan vədəsige durmayı öldürdü. Alıp gönlümni gitti, son kelip bir sormadı halım. Tariqi-dil rəbalı şeyvəsini bilməy öldürdü. Tariqi-dil rəbalı şeyvəsini bilməy öldürdü. Ben ağının intizarın tartıban tavsifi öldürdüm. Məni ul müddəilər bəzmedin ayılmay öldürdü. Kaçıp uyku közümdin barça alem yendi ahımdin. Tağafil bir labu ağlım közüge bilmey öldürdü. Tağafil
içip tan at kişe sağlar. Tüzüv ağıyor ilen sohbet içip tan at kişe sağlar. Beni sermezliktin bir nefes ayırmayı öldürdü. Muradım irdi anın tiri zahmidin katıl olmak divan kim katlıma tiri demi tartınmay öldürdü. Hayatın bağısı yerde sözü feryat kim neyley. İki şirinledi birliktege ağçılma öldürdü. Şahi adil yedat eyle kulidin ayahi ünkim. Şahi adil yedat eyle kulidin ayahi ünkim. Meni uldi vapa katil bu akşam kilmey öldürdü. Meri uldi vaka tıl bu akşam kilmey öldürdü. Matqurban og'a, so'z va sozning mohiyatini ko'proq san'atkorlar yaxshi anglaydi. Sizda ham shundaymi? To'g'ri Ömürbek, san'atkorni anglashi kerak va zarurda shu. Tinglovchi ham anglashi kerak. Bugun navozandalar mashvaratini hamqishlog'ingiz, mahalladoshingiz Ro'zmat aka Polvonov xonadoniga ko'chirdik. Bu joyda juda ham bir boshqacha bir muhit, boshqacha bir ohang sezyapman. Sizga qanday tuyulyapti? Men juda xursand bo'ldim. Ro'zmatjon Polvonov do'stimiz, qadrdonimiz, shu san'atni, san'atkorni ulug'lagan, sevgan, she'riyatni, qo'shiqni sevgan bir odam bo'lsa, o'zi ikki bo'lsa birisi. Yangarikning ajoyib farzandi, sho'rko'l bo'ylarında qushlar suroni, ko'z ilg'amas barqani kumdir bir yoni. Mo'jiza yaratar bobo dehqoni, elim yangarikni dedi. Shayx Muxtor Valiga javob pul ey do'st, har dami g'animat savob pul ey do'st. Qizgizlar hujrasin tavob qil ey do'st, elim yangarikni dedi. Men juda xursand bo'lib o'tiribman. Ajoyib ustozlar bilan qadrdonim ustozim Qaranarota Matyaqupovni tinglab o'tiribmiz. Juda maza qilib bir ajoyib tantana bo'layapti. Endi men shuni aytishim kerak. Qaranar usta yosh vaqtlarimizda to'ylarga keladi. Aylanib aytgan vaqtimda shu izlaridan yurib men tinglab boshqa odamlar yosh bolalar o'ynab yursam, ustaning qo'shiqlarini tinglab o'tirdim. Juda bir ajoyib zavq olyapmiz. Hozir ham ustadan o'rganib yuribmiz bizlar ham qo'shiqlarni. Ayniqsa yangi qo'shiqlarini o'zi 85 yoshda bo'lishidan qat'iy nazar ogohiy, munis, zamonaviy shoirlarni ham. Mana Durdi Poshsha singlimizni she'rini yangi qo'shiq qildi. Juda ajoyib o'rniga tushganman. Juda xursand bo'lib o'tiribman. Zavqlanib, maza qilib o'tiribman-da. Po'latvoy og'a, har gulning bir hidi bor deydi. Har bir san'atkorning, har bir san'atkor qatnashgan davraning, sozlar davrasi, muxlislar davrasining ham zavqi, jozibasi o'zgacha bo'ladi. Bugun muxlislar davrasida qatnashyapsiz. O'zi ko'p davralarni ko'rgan insonga o'xshaysiz. Nima xotiralar yodingizga kelyapti? Yoshlik vaqtimiz polvon bo'lganmiz. To'ylarda ko'rash tutganmiz. Zamonamizda tadbirkor bo'lganmiz.
Yine şimdi acayip xanandələrin dövrəsində köp oturğanımız. Yaş vaxtımda bir toy bulduk. Ertesi Kamilcan Əkemədi, Ataniyazov. İndi şurada yani polvanını yıktım ben. Oğlum berə dedi. Neredesən dedi. Şavatdanman dedim. Bana bir kısım pulunu verdi. Bir desta pulunu verip, ey bərəkətdə, bizənim Şavatdanımı yıkılmıydı. Polvanlar barəkən kodab aytdı. Bir gün yine hafızımız Kalender Ekemini görüp ben şuyun başım asmanı etti. Acayip bahramat olup, eşullalarını eşitip, nəsihət eşullalarını. Bu hafızla bilen otursanız, eşulla işseniz bulanı hemmesi terbiye adam için. Xudağa şükür yine bir didar görüşüp oturmuşuz hafızla bilen. Kalender Ekem halkını köynüne yol tapıp bile de on senetkar. Şimdi ben teriflep bilinmem. Şunun bir insan özünü onunla bağlı bu kişini. Bunun devrelerini öydem kılamız. Kerim Bayrakmanov geledi, Murat geledi güllerle. Ben Tırvan Klişop toylarımızı köp soğuğan. Bir gün emine yanmayan oturup, yaxşı sözlerini işitip oturupmuz. İnan tanımayan dostlar bilen tanışıp oturupmuz. Ağayla bilen, yine bağattan keyin yiğitler bilen koşuna işini. Adım yaxşı bilemem. Şermet Ekem'in kaldırgaç ensabında işleyen yine Kalender Ekem. Bana güçme bir gün yine mi güç koşuldu? Şad olup oturupmuz. Yaşla bizden köp sen ürüyen işi gerek. Yaşla bizden devamçılarımız. Şu devamçılarımızı işlerinden rıvaç. Yine şu Rozmet Ekem'in xanadanında ballaram özü tedbirkar. Rozmet Ekem'in özüm tedbirkar. Acayip yiğit. Yine şu zavklanıp oturupmuz bir hardık çıkarıp bundan artık baxt bu muydu? Muxlis bo'lish, san'atkorga mehr qo'yish bu nimaga bog'liq? San'atkorlarning bir gapi bor. Muxlissiz san'atkor emas o deydi. Bize indi şu ayakımız yere yetkenden bana şu sanatını, Xorazm sanatının içinde geyatırımız şu sanatsiz turmuş emezde bir sabrımızda. Büyük sanatkarlar, Kamilcan Eke, Cihan Eke'le, Xorazm'den, Şerazı Boğla, yine onun kendinden ne diyen yine Kalender Ustalı, Atık Eke'le, Atacan Eke'le, Murat Eke'le, bunların sanı yok. Kamiljon akaning davrasida eshitib ko'rganmisiz? Kamilcan Eke'ni hayatımda 2 mərtə görgenmen. Yaş vaxtlarımızda 2 mərtə görgenmen. İkisine bir tağamız toyab geyende şunda görgenmiz bir 10 yaşar vaxtımızda. Son mahallemizde bir insan toy verdi şunda görgenmiz. Şimdi ben şu büyük insanların söze büyüklükünü aytmakçıyım. Hacıxan Usta bir de hemmeniz bilesizler Recep Bay Cabbarov diyen insan var idi. Şunun atası Cebbeli Eke bilen dost bolgan. Şunda indi 2 dost şubetleşip oturganda Kamilcan Eke'ni çıkıp getirgen vakti bolgan. Hacıxan Eke'ni ortası yani Bülbülü o'ldirgan vaqtlar. Şunda hava radyosunda Kamilcan Eke şunla aytib başlaptı da. Şunda Cebbeli Eke hacı eşit bunu depti. Şunda eşitiyip oturgan saz tamam bolgandan keyin hacı depti. Kamilcan rıbab çalıp koşuk aytsa kızıl gülün üstüne bülbül kongan deyin. Yaraşıp seyreyen deyin boladı. Sen depti koşuk aytsan indi 2 dost birbirine hazıl kıladı da. Sen deptin rıbab çalıp koşuk aytsan Sakov Bey'den seyreyen deyin. Bu ne mi depti da. Şunda Hacıxan Eke'ni bu büyüklüküne karan Cebberiyen depti. Sazda 7 perde boladı depti. Buna Allah Teala 8. perdeni taptı bu depti. Bu 8. perdeni taptı ki Kamilcan depti. Buna Allah verdi depti. Karanki insanla büyüklükü bilen, sözü bilen en büyük bolar eken de. 90. illerde şu Atacan Eke'nin bir toyu alıp geldi. Şunda Atacan Eke'ye muhlisle saval verdi de. Bu Eke doğrusunda ne de bahaber isteyen de. Şunda oylanmasından Atacan Eke Allah rahmeti doğru dedi. Hemmemiz koşukçumuz dedi. Lekin dedi Baba Murat dedi kaçsı milletini koşuğuna açsa dedi. Şu milletin vekili olup şu milletin nalasını veredi. Biz hele koşuk övünçelliğini nala almadık dedi. Ha. Bu büyük insana berturgan bakasına. Sonra Murat Eke'ni alıp geldik. Şunda Murat Eke'ye bu savalını verdiler de Atacan Eke'ye ne de haber isteyen de oho dedi. Hele Atacan çıkan davana bize çıkalmadık dedi. Bu büyük insanlar becizine büyük emeğe. Yo'ldosh aka,
qovundan rang oladi deydi. San'atkordan ham ko'p narsa o'rganaveradi, lekin muxlislar davrasidan bir zavqlanish o'zgacha bo'lishi kerak. Bugun qanday zavq olyapsiz? Endi men ko'p davralarda ishtirok etganman, lekin bugungi uchrashuvimiz, tadbirimiz alohida. Men o'zim uchun bir sandiqda saqlangan bir xazinadek bo'lib qoldi. Bugungi shinavandalarimiz hali teatrlarda ishlaydigan aktyorlardagi harakatlar bilan yaxshi shularni tushunib, shularni hammasini qamrab olib, shuni tushuntirib bizlarga gapirib berdilar. Dildan quvonishib, do'stlar samimiy bir-biri bilan yaxshi hazillashib, yana yosh vaqtlarini eslab, bu to'ylarga kimlar kelgan, Komiljon ustaning davrida Polvon akam bilan men yurash turdim. Komiljon ustaning so'zlarini aytib takrorlab berib turibdilar. Ko'p hofizlarni aytib turibdilar. Bizlar ham buni quvonib o'tiribmiz. Endi teatrda ishladik. Bir kuni bir hazilnamoz gapdan bu. Vaqti eski Urganch, vaqti eski bozor, bozorning oldidan ya quzibli mashin o'tadi. Shunda Ajixon usta bilan Nurmamat usta teatr bozorning oldida. U ustaning bir odati bor edi, ustani qo'lini ishlatib yuradi, plastik deb ishlatib. Shunda ya mashina chang atib o'tganda chang. Shunda Nurmamat usta aytadi, aka, menga shu chang yoqmaydi debdi-da. Ey aka, deb mendan nam botirib o'tirdim bunga deb aytadi. Ogahilarning yozgan she'rlarini, bularning g'azallarini, muhammaslarini qanchalik kuylasangiz shuncha oz. Mana Komiljon ustozimiz 6-suvarani o'zi ishlab qo'ygan, alohida suvara. Mana ulug' ustozlarimizning hammasi suvara ishlagan. Mana Hojixon Boltayev suvara ishlaganlar. Quvondiq Iskandarov ham suvara ishlab qo'yibdilar. Jo'raxon Sultonovlar ham suvara ishlaganlar. Bu endi bular hammasi ogahiy navoiylarimizga borib qadalib qiladi. Shularning g'azallari bilan. Endi muhammaslarning 20 muhammasgacha yozilgan muhammaslar bor axir. Shuni ulug' ustozlarimiz aytgan shularni. Keyingi paytlarda mana Rozmat akalarimiz, ustozi O'runboy akalar, shunga o'xshagan ulug' hofizlarimiz bular ham juda yaxshi foydalanganlar ustozlardan o'rganib. Navoiy ogahiy albatta bo'lish kerak. Bu deganim bu bizning fundamentimiz bu. Va fundamentsiz joy bo'lmaydi. Bolta davlatning bir so'zi bor. Joyning devori bo'lsa g'isht xom bir ikki yomg'ir bilan bo'lg'ay tamom deydi. Yiqilib ketadi, bir oxiri voy bo'lib qoladi, uzoqqa cho'zilmay qoladi. Bular o'lmaydi hech qachon. Shuning uchun biz ogahiy navoiylarni birinchi o'rinda qo'yamiz. San'atkor shinavandalarning oldida ko'rikdan o'tib yurish kerak, kamchiliklarni tuzatib yurishimiz kerak. Men bir narsadan xursand bo'layapmanki, Rozmat akamizning uylarida shunday bir san'atkorlar to'planishib, shinavandalarimiz to'planishib, jamuljam bo'lib bugun bir-birimizni eshityapmiz, bir-birimiz bilan fikrlashyapmiz, ulug' ustozlarni eslayapmiz, ulug' shoirlarimizni eslayapmiz. Bu yaxshi gap. Men bitta narsani Rozmat akamdan iltimos qilamanki, bu kelganimizda dutordan ham bittani osib qo'yasiz endi. Men bir Buxoroda teatrda ishlab yurgan paytim, aytdim ortiqqa uyda bir 3-4 ta ashula aytdim, bolalar iltimos qilyaptilar dedim. Dutorni olib chiqing dedi. Endi vaqt menda dutor yo'q. Aytdim ortiq dutor yo'q edi menda uyda. Oho, san'atkorda, shinavandada dutor bo'lmasa, bu qanday men tushunmadim sizga dedi. Shuni ertasi chiqib 4 tomona jar solib, darrov bir kunda dutor topdim. Shu dutor hozir ham uyda osig'liq turibdi. Bu o'zi faizli bo'ladi-da. Dutor osig'liq uy demak san'atga yaqin odam. Haqiqiy shinavanda hisoblanadi. Rozmat akamizdan iltimos qilamiz. Bu yeganda dutor bilan shul aytamiz endi. Ogahining qavmating degan bir g'azallari bor. Shuni o'tirib o'zim o'ylab ham xorazmcha bo'lmasin, vodiycha ham bo'lmasin. O'zi kichkina bir she'r. Shunga bitta yaxshi bir muzika topib, shuni aytsa bo'lmasmikan degan topshiriqni o'zimga berib, shuni ishlab aytib yuribman. Qavmating degan so'zni aytmoqchiman. Labla
gekil Ravşen olsun şanı Ranım bilir Ravşen olsun şanı Ranım bilir Cevheri yağının sarın kılgamiyen Cevheri yağının sarın kılgamiyen Bulsan olmuş bu hikemiye Mağrım Bulsan olmuş bu hikemiye Mağrım İstersen şehdiyle bir ey bitme ki Vur yürür derdim gider mağrım beni Ağahi deyitsi maksuda Köyge koygaç kadar canım biri Ağahi deyitsi maksuda Köyge koygaç kadar canım Kâmeti ser bihra Dost kirip kelse köngül derya bulur. Sığmayın dünyaya bir dünya bulur. Agahı babamızı gazallarını aytmagan aşulaça emas. Zar chapon kiygan bilan inson go'zal emasdir. Unda axloq va ilm bo'lmasa dedi. Ülkemizden uzak kaçma, ya dilleni yamanı küp. Yanarıklı yiğitlerini, bilmegen ermanı küp. Dilin rengi dünyası yanar Dur paşaga ikrar alıp gel Dur paşaga ikrar alıp gel Ustaning bir odati bor, avvalambor torni yaxshilab sozlaydi. Sanattan haberi bu adam hiç qanday qalbında yamanlık bo'lmaydi. Oğlumun toyunu Bağmurat gelip aytsak Bağmurat kelermikin dedi. Yana ko'nglim olib yuznaz birla handalar qilding. Ro'zmat aka, Labbay. qaysi hofizlarni ko'p eshitasiz? Sana şimdi kanımızda bu ata bolamız kızıkkan. Özlerimiz hem şu kamıcara gene işte kendini artık ekele, bağırda ekele, şu neli bağladan başını kızıkış. Ular hem şu de şu ailevi hemmesi kızıkadı. Bize şu bağırda gene köpürek içsek, zavkalamız. Hemmesi bir yakşı özüne artık eken mesela almakana pala. Aytamak evvel bize şu kamıcara gene işitkenimiz radyo ya bu vakta kalfaz vaktinde her uyda bir
radio bo'ladi edi. Shularda eshitib, huzurlanib, keyin ana 75-yil shu noyabr oyida qaytish oldilar. Hozirgi yodimizda bor, esimizda qolgan. Keyin Nasib aka shu borda bilan o'tirishib qoldik. Shu shahidlari bilan ham Xudoga shukr diydorlashib, uchrashamiz to'ylarda. Ko'pchilik san'atkor uyingizga kelgan ekan. Bugun Qalandar akam taklif qilibsiz. Boisi nimada buning? Bu o'tirish, dam olish, duosini olish. Endi kishilar 85 yosh qaralab bordir. Hamma aytsa shahidlar ham shu martabada eshitib tinglab shu muzikalarni yosh hofizlar o'rnak oladi, ko'radi. Rahmat u kishiga. Yana martabasi oshaversin. Gap yo'q. Rajab og'a do'st bo'lish oson, uni saqlash qiyin deydi. O'zma do'stlik torini bog'lash qiyin. Juda ajoyib satrlar. Bu satrlarni aytayotganligimiz sababi Ro'zmat akam bilan do'st ekansizlar. Yangariklikda shoir o'rtog'imiz bor, Yusupov Jumanajar degan. Uni bitta she'ri qo'limga tushib qoldi. Shunda do'stlik haqida bir narsa aytgan ekan. Do'st kirib kelsa, ko'ngil daryo bo'lur. Sig'mayin dunyoga bir dunyo bo'lur. Charchagan bo'lsa, borib yelkangni tut. Qismatingda ming savob insho bo'lur. Gar tilarsan ikki dunyo rahmati, do'st bilan olgan nafasda jo bo'lur deydi. Haqiqatan ham do'st kirib kelsa uyingga, do'st bilan birga o'tirsang, qanday ko'ngil yayraydi, qanday maza qilasan. Do'stlar so'zi suhbat davrasida qanday holat bo'ladi? So'zi suhbat davrasida bundan da a'lo bo'ladi. Chunki do'stlar bilan o'tirganda bilasizmi, yoshlikni eslaysiz, tug'ilganingizdan toki hozir kungacha bo'lgan kunlarni eslaysiz. Bu mazada odamga shundan zavq bag'ishlaydi. Men shifokorman. Tibbiyotda shunday narsa bor-da. Kasal bor, dard bor, tabib bor. Agar tabib tomonga kasal o'tsa, kasallik yengiladi. Agar u kasallik tomonga o'tsa, kasallik buni yengadi. Bemor tabib tomonga o'tishi uchun tabib san'atdan xabardor bo'lish kerak mana. Agar sizni tilingiz shirin bo'lmasa, uni qalbiga yo'l topa olmasangiz, u kasallik chekinmaydi. Shuning uchun har bir shifokor avvalambor san'atkor bo'lishi kerak. San'atni yaxshi ko'rish kerak. San'atni yaxshi ko'rgan odam insonlarning qalbiga, bemorlarning qalbiga bemalol yo'l topa oladi, kasallik chekinadi. Men shunday deb o'ylayman, shaxsan meni fikrim bu. Bugun ham sog'lig'ingizga sog'liq qo'shilib, kayfiyatingiz, ruhiyatingiz yaxshi bo'layotgan bo'lish kerak. Chunki bugun mana shinavandalar, xonandalar, novozandalar uchrashib turibdi. Bugun ustozning ijrosidan qoniqdingizmi? Ustozga munosabatingiz qanday? Qalandar akam Hojixon Boltaning shogirdlari bular. Quvondiq Iskandarning shogirdlari. Endi men Qalandar akani biza aqlimizni bilari o'zlarini so'ng taniganmiz, ovozini lekin shu yosh vaqtdan eshitganmiz. 45 yil Buxoroda yashab ijod qilgan. Lekin biza shuni tasmalarda şu anda ijod qilsam, hamma ovozidan bahramand bo'lganmiz. Ina o'zini hozir buyin yanında oturup qo'shig'ini eshitib o'tiribmiz. Oldimdan bir aka ukamiz, bularning qo'shig'ini shaydasimiz. Endi Xorazmni bir o'z obro'yini yo'lini topgan insonlardan. San'atni shu 60 yil bayrog'ini kutab yurish har kimga nasib emas. Bugun Ogahiydan ikkita yangi qo'shiq kuylashni reja qildilar. Tinglayapsiz. Qanday zavqlandingiz? Albatta endi Agahiy bobomizni g'azallarini aytmagan sozanda ashulachi emas. Agahiy va Navoiyga qo'l urish hammaning qo'lidan gelmeydi. Lekin bu Qalandar akamlarning talqinida bu Agahiy bo'lsin, Nizomiy bo'lsin, Navoiy bo'lsin, boshqasi hammasini mukammal eylagan hofizlarimizdan biri bo'ladi bu kishilar. Quvondiq og'a, siz bilan biz deyarli tengdosh va zamondoshmiz. Biz yosh paytimizda ozgina davr ko'rganmiz. Dalalarga somonni to'shab, to'ylar qilib, sozandalarni chaqirib, yaxshi tadbirlar qilgan insonlarning uylaridagi to'ylarni ko'rib, u paytdagi qiyinchilikni hozir ko'zimizni oldiga keltirsak, endi his qilyapmiz. Bugun endi ijodiy jarayonlar ham zamonaviylashdi. Mana bugun novozandalar muxlislar davrasida, muxlislar xonadonida bo'layapti. Ulug' ustozlarni ko'rdik. Siz bilan mesela Kamiljon akamning davrlaridan, men ortga kelgan Otajon Xudo shukrovlar davrasidan qolaversa hozir yana Qalandar akam Matyagubov, Shermat Fazillayev, Mazkurvon Qilichev, Yo'ldosh Tojiyev bu insonlar bilan o'zi bir hamnafas bo'lish. Bular bilan zamondosh bo'lishning o'zi baxt.
Shuning uchun men mana bugungi ko'rsatuvda hayot tajribasiga ega, hayotdan ko'p narsalarni ko'rgan ajoyib insonlar bilan birga hamsuhbat bo'ldik. Mana ustoz Qalandar aka Matayevning ajoyib mana ogahi g'azal bilan aytilgan so'ralari, chiroyli qo'shiqlarni eshitib bugun bir bahramand bo'ldik. Mana shuning o'zi ham siz bizga baxt. Qolaversa endi Xorazm san'atining o'zi bir o'tgan ajdodlarimizdan bir ulug' meros. Komil Xorazmiylar, ogahiy, avaz o'tallar, ulardan bizga katta bir meros qolgan. Bu merosni bizlar saqlab kelajak avlodlarga mana ustozlar orqali bizdan avvalgi ustozlar bizlarga yetirib kelgan, bizdan keyin endi mana yoshlarga yetkazish. Bu borada sizning ko'rsatishingizni men juda bir qiziqib tomosha qilaman. Ayniqsa Suvara supasi, mana Navozanda bugun ham mana qancha ulug' insonlarni eslab chiroyli kuy va qo'shiqlar eshitildi. Atlas ko'ylak kiygan bilan, zar chopon kiygan bilan inson go'zal emasdir. Unda axloq va ilm bo'lmasa dedi. San'atkorlarga asosiy birinchi narsa axloq, odob, ilm. Men bu ustozlardan mana shu odobni oldim. Ilmni, farosatni o'rgandim. Men bundan xursandman. Albatta ustozlarga sog'lik, salomatlik, uzoq umr tilayman. Matqur'on og'a, kasbingizdan, ijoddan baraka topgan insonsiz. Yangiariqda shu uylarga borib, to'ylar muborakni aytmagan xonadoningiz kam bo'lsa kerak. Bugun yurt haqida gapirsak, nimani gapirgan bo'lar edingiz? Aytganingizda Ömürbek 55 yil bo'ldi ellik xizmatindamiz. Bu yerda ko'p ulug' ustozlarimiz o'tgan. Yoshlarimiz ham o'z yurtini, o'z elini maqtab qo'shiqlar qiladi. Faxrlanib aytaman. Meni do'stim Jumanazar Yusupovning bir she'ri bor Yangiariq to'g'risida. Boshqa bir mamlakatga borib o'qigan yangiariqlik yigit şu anda sevib qoladimini, shunda qalasiz deydi. Yo'q deydi, men yurtimga ketaman yanga. Nima uchun deydi. Meni yurtim zo'r. Shunda aytadi, ixtiyoring deydi. Men gitar yo'llarni changlari dizdan xo'shlashib qolaver, sana bog' yaxshi, kima ko'l yaxshidir daryo dengizdan, kima cho'l yaxshidir, kima dog' yaxshi. Akşam geç ko'ngishing misqirib guldi, o'zine yaqqan bir naqlni aytib, kentimni suvini ichgan sechali oxiri Makkadan keladi qaytib. Endi aytadi, meni yurtimda ham shunday bir gap bor. Endi aytavering, nataman gizlab. Sal deyib o'tgan qiz Yangiariqlikni hatto Washingtondan keladi izlab debdi. Bu so'zlarni kuyga ham solganmisiz? Hava. Davomi. Ülkemizden uzak kaçma, yad ellerini yamanı küp. Yangiariqni yigitlerini, bilmegenni ermanı küp. İninizde sımsım göylek, aylanasız çark belek, etekleri elek elek, görgen gözlü gümanı küp. Yangiariqni yigitlerini, bilmegenni ermanı küp. Duruşunuz mazalı bir, şu gün köngel yazalı bir, aklı kuştan azalı bir, aşık diline tuğyanı küp. Yangiariqli yigitlerini, sevmegenni ermanı küp. Deyen için yankı, chet memleketteki izine şüp gelevergen. Qadrli muxlislar, Matqur'on akam ijodiyotda ana shunday o'ziga xos uslub yaratganlar. Qani bu ijodiy an'anani yoshlar qanday qabul qilyapti? O'rganayotganlar bormi? Bor, Xudoga shukr, shahidlarimiz ko'p. Ustozlar ham murojaat qiladi. Yangiariqning ajoyib yosh yigitlari bor, ijodkor yigitlar. Ular ham o'zlarining yo'lini topib, doimiy elning xizmatindalar. Bisotim so'z durur, bozor topilmas. Topilsa bu davlat darkor topilmas. Yaka tutishganning xavondori ko'p. Qalam ushlagani xostar topilmasdi. Bahodir Otajonov do'stimizning Yangiariq haqida bir she'ri bor edi. Men shundan bir kuplet aytib bering. Yangiariq so'z aqlagan yil, istiqlolni yoqlagan yil, paxtadan tog' tog'lagan yil, elga mehrin bog'lagan yil. Aq yo'lda tilla karvoni, fidoyi yelning sarboni, mehnatkash qizu o'g'loni, Tavleyi çaraklagan yil, Yangiariq söz aklagan yil, istiqlolni yaklagan yil. Tuproq zar tillanadir, mehnatkash yil bebahodir, sha'niga gunda bahodir, she'ri daston bog'lagan yil, Yangiariq söz aklagan yil, yangi kunni yaklagan el. Matqur'on og'a, sizdan umidimiz juda katta. Mana elni, yurtni, zaminni,
kuylab, bizning ijodiyotimizga o'zingizning ijobiy ta'siringizni ko'rsatib turibsiz. Bu ham bir katta targ'ibot. An'analaringiz, ijodiy g'oyalaringiz bardavom bo'lsin. Ömrümge bahar alıp kel, söndenerin çıltar alıp kel. Ey kül ömrümge bahar alıp kel, sazlanayın çıltar alıp kel. Küysüz ötken küllerim zulmet, münacatlı bir bar alıp kel. Küysüz ötken küllerim zulmet, münacatlı bir bar alıp kel. Savtı bilen samalan aman, aman aman yar yar alıp kel. Savtı bilen samalan aman, aman aman yar yar alıp kel. Beyler ettin şaşma kamin gel, meylikar sar zar zar alıp kel. Zarlar ettin şaşma kamin gel, meylikar zar 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 alıp kel. Min bir gece yerden sözlüley, min bir geceyi sar alıp kel. Min bir gece yerden söyley, min bir geceyi sar alıp kel. Köylenemeyin neylenemen yana, yemugani tutar alıp kel. Köylenemen neylenemen yana, yemugani tutar alıp kel. Gözlerinde ufarına var, aşklardan tumar alıp kel. Sözlerinden ufarına var, aşklardan tumar alıp kel. Dilin rengi dünyası yana, başaga ikrar alıp kel. Dilin rengi dünyası yana, dur paşaga ikrar alıp kel. Dur paşaga ikrar alıp kel. Ey muganni tutar alıp kel. Ijodiy jarayon qanday zavq beryapti? Qalandar akam yonda hamrohlik qilyapsiz. Ustaning bir odati bor, avvalambor torni yaxshilab sozlaydi. Yuqoridagi qismlar ham changni sozlagan deydi. Akordeon bilan beraber bo'lish kerak, zilli bomb qilib, ya'ni har bir qopizni o'zining ijro manierasi bo'ladi-da. Shu men tezroq tushib ketaman mana. O'shunda ko'p yonida yurganim uchun yangi ashula chiqarsam, shunga aralashib ketaman-da. Unchalik men uchun qiyinchilik tug'dirmaydi ustaning repertuarlari. Yana quvonib o'tiribman. Hem bir harakatchan yana bugungi davraga yana shu Ogahining 2 g'azallarini berib tayyorlab kelibdilar. Buni
qisqa vaqtni o'zida buni tayyorlab kelishni o'zini talabilar yosh bolalar hali buni eplay olmaydi buni. Qiyin narsa buni ben bastalab buni shu usulga tushirib, shuni oshiq erkinni aldirga bordik Abdulla Tillayev bilan. Shunda shu she'rni yozib bering deb bir nani tayyorlab bording Abdullajon deb shuni ko'rsatdi-da. Keyin buni qaysi kuyda aytsak bo'lar ekan dedi Abdulla. Shunda kuyi o'zi aniq ina aytib turibdi, so'zni o'zi deydi qara. So'zni o'zida muzika bor ekan. Yo'ldosh aka, rahmat. Ijodda ko'p sizdan hali yangiliklar kutamiz. Shogirdlaringiz ko'p. Ijodiy targ'ibotda sizning ustozlik mahoratingizdan hali ko'p yoshlarimiz bahramand bo'ladi degan niyatdamiz. Salomat bo'ling. Shahzorati oilada shinavandalikni so'z suhbat davrasida nishonlash ota-bobolarimizdan bizga bir udumday deb o'ylayman. Mana Ro'zmat akamning xonadonida bunday tantana bo'layotganligidan hammamiz xursandmiz. Buning mohiyatini qanday ta'riflay olasiz? Endi Ro'zmat akam bir san'at shunamanda inson bu. San'atdan xabari bu odam hech qanday qalbida yomonlik bo'lmaydi. Ro'zmat akamni endi ta'rif qilsak bo'lsak bir yurak toza, bag'ri keng inson. Yo'q narsani ham baqilib biladi. Shu san'atkorlarga bo'lgan munosabati, sozandalarga bo'lgan munosabati endi dil bilan ta'riflash ojiz bu kishini. Endi hozirgi avlodda buni ahamiyati juda katta. Yana Qalandar akam hozir agahidan 3 ta ashula aytdi. Buni shu yoshlar eshitib, hozirgi chiqib yotirgan shoirlari eshitsa, ha bu muxlislar agahidan aytsa eshitar ekan, Navoiydan eshitsa, bu yengil yelpi hali zangini bir dishine chiqib tushib, ikkinchi dishine chiqib tushgan bilan qo'shib bo'lmaydi. Zangini shu 5-dishine ham chiqib, o ushakdan bir aylanib qaytadan tushsa, mana shunda san'atkor bo'ladi. San'atga bo'lgan mehr muhabbatingiz, muxlisligingiz, shinavandaligingiz farzandlaringizga, nevara chevarlarga, shogirdlarga, zamondoshlarga o'tsin. Biz sizdan xursand bo'layapmiz. San'at hamisha sizga kuch-quvvat bag'ishlab tursin. Mana bugun Navozanda ko'rsatuvni bu haligi sayyor shaklida bizni qishlog'imizda bo'lyapti. Buni o'zi bizga bir kuch bag'ishlaydi. Buni o'zi bizga bir faxr bag'ishlaydi. Yana bir do'stimning uyida bo'layotganligi bu nimani Navozanda ko'rsatuvni yana meni qalbimga g'urur bag'ishlaydi. Mana Ro'zmatboy do'stimiz haqida shuncha yaxshi gaplarni mana mendan oldingi gapirgan o'rtoqlar aytdi. Haqiqatan ham Ro'zmat o'zining mehnatkashligi bilan, o'zining samimiyligi bilan, o'zining kamtarligi bilan, o'zining jonkorligi bilan, oilaparvarligi bilan, farzandparvarligi bilan, elparvarligi bilan nafaqat do'stlarni, butun elni hurmatini qozongan inson, san'atni yaxshi ko'rgan inson. Bomurod Hamdamov bir kishini o'g'lini to'yini qilgan. Shunda menga haligi to'y qilmasdan oldin Ro'zmat murojaat qildik do'st sifatida endi. Biz kambag'al insonmiz hammamiz, ota-onamiz kambag'allikda o'sgan yigit qizlarmiz. U aytdiki, "Meni shunday orzuyim bor. Bomurod men tushlarimga kirib chiqadi og'ayni. To'yimni, o'g'limni to'yini Bomurod kelib aytsak Bomurod kelarmikin?" dedi. Endi men bilmayman-ku. Men aytdim, "Men bilmayman, lekin bir so'rab ko'ramiz" dedim. Shunda Bomurod akaga murojaat qilganimizda u kishi hech ham yo'q demasdan Ro'zmat o'rtog'imni, do'stimni to'yini shunday to'y qildiki, shunday maza qildikki, bu haligi bir boyvachcha insonlarning to'yidan bunchalik hech maza qilmagan. Tonggacha aytdi, tonggacha. Toki o'zlaringiz to'xtaguncha aytaman dedi. Bomurod oxirida aytdiki, to'yni bugundan boshlab dedi. Ro'zmat meni tug'ishgan ukam dedi. Bunday gapni aytish ulug' san'atkorni ko'rdingizmi buni da? Bu Ro'zmat shuning uchun ham sevinib ketdi, oriq bola edi. Shu gapdan keyin. Ha, bu faxr-da odamga. Do'stingiz Shinavanda bugun Qalandar akamni chaqirib, mana mehmon qilyapti, so'z suhbat qurayapti. Agahini Xorazmda Navoiydan keyingi ikkinchi muallim deb yuritilgan. Maza qildik bugun ashulalarni eshitib. Bo'libman torgachin oshna, mudom dastimda tor bo'lsin. Shu torim yangragan har go'shada mangu bahor bo'lsin. Qo'shiq ko'ngil ziyosidir, qo'shiqsiz dil zimistondir. Hayotimiz qo'shiq bilan nurafshon shulador bo'lsin. Ilm san'atni ardog'lab qo'shiq kuyni shior aylar. Shu san'at sizga hamisha aziz va shulador bo'lsin. San'at hammamizga aziz bo'lsin, shulador bo'lsin. Rahmat. Hayajon bosadi. Chin ko'ngildan minnatdorchilik bildiraman sizga. Haqiqiy Shinavanda ekansiz. Ro'zmat og'amizning ham haqiqiy do'stlaridan ekansiz. Iloyim do'stlaringiz ko'paysin, san'atga mehr muhabbatingiz oshaversin.
ijodiy qadriyat va an'analarni davom qildirish sizu bizni zimmamizdagi narsa. Mana Ro'zmat akani xonadonida chiroyli uchrashuv bo'layapti. Mana shu xonadonda nima ko'z oldingizga kelyapti? Bedillik bitta ajoyib so'zlari bor. Ko'z agar ibrat olmasa, ko'z emas ko'rdir dedi. Chaponing o'zgarmasa, chaponmas kafin, uying o'zgarmasa, uy emas go'rdir dedi. Biz mana shu Ro'zmat akamni 4-5 yil oldin bir Abdulaziz Imomov bor, Kamoljon akamlar bilan birga ijod qilgan ajoyib insonlar. Surxondaryolik. U kishilarning jiyanlari kelganda mana shu Ro'zmat akamlar bizni xonadonga olib bordi. Biz u kishilar bilan internet orqali yaqinmiz. Shunda bu kishini 3-4 yil burun biz uchrashgandik, lekin o'ylamagandim bugun shu xonadonga kelaman deb. Mana bugun shu xonadonning mehmoni bo'ldik. Ro'zmat akam bir san'atkor, ajoyib inson. Bunga ham sog'lik, salomatlik tilayman. Faqat to'ylar yaxshi kunlarda kelish Alloh nasib etsin. Beknazar aka haqiqatdan ham Abdulaziz Imomovning og'aynilari bo'ladi. Xorazmga kelsalar, zavqi o'zgacha bo'ladi. San'atimizning targ'ibotida u kishilarning ham o'ziga xos hissasi bor. San'atkorsiz, shu davraga mos bir xirgoyi qilsangiz juda ham yarashadi. Yüzünü ko'rsatib avval o'zingga bandalar qilding. Yana ko'nglim olib yuznaz birla handalar qilding. Rahmat, Quvondiq og'a, juda ham chiroyli. Kelgusida mana shunday shinavondalar davralari albatta sizlarniki bo'lishi kerak. Chunki kelajak sizlarning ijodiyotingiz bilan, ustozlarimizning bugungi amaliyotlari bilan go'zal bo'ladi. Rahmat katta. Endi shu hofizlarimiz ham hammasini ham shu omad, sog'lik, dunyomiz tinch bo'lsin. Osmonimiz musofir bo'lsin, hammaga to'y bo'lsin. Sazasi chiqaversin hammaga muzika sasi. Bu sozandalar niyati yaxshi. Shu qachon to'y bo'lsa ekan, shuni bir o'tirishma bo'lsa ekan deb turadilar. Rahmat hammasini, shahidlarni ham, kattalarni ham masalan, didorlashdikina shu didordan qo'ymasin. Hamma shu to'ylarda, yaxshi kunlarda o'tirish, didorlash nasib qilsin. Do'stlar do'rasi kengayaversin. Ro'zmat aka, san'at shinavandaligingiz avlodlaringizga o'taversin. Rahmat. Oila muqaddas qo'rg'on. Oila tinch bo'lsa, ko'ngil xotirjam. Oila tinch bo'lsa, mahalla ko'y, yurt obod va tinch. Yurtimizdagi har bir xonadonga faqat ro'shnolik, yaxshi kunlar bo'lishini istaymiz. Bugun oddiygina xonadonda o'tkazilgan so'z suhbat davrasi ham milliy musiqa san'atimiz targ'ibotiga hissa bo'lib qo'shilsa, albatta biz bugun maqsadimizga erishdik deb o'ylaymiz. Kelgusida bunday uchrashuvlar, so'z suhbat davralari yana bardavom bo'ladi. Gap bilan odamni qaqshat, yomonlarni boplab o'xshat. Gap bilan odamni qaqshat, yomonlarni boplab o'xshat. Azim jon yetarli to'xtat, so'zning ham me'yori yaxshi. Azim jon yetarli to'xtat, so'zning ham me'yori yaxshi. Asalning me'yori yaxshi, mayning ham me'yori yaxshi.